Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida SDG3 sog'liqni saqlash va farovonlik, aholining jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish hamda tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan muhim global vazifa hisoblanadi. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tarkibidagi tibbiy yo'nalish kafedralari ta'lim, ilmiy tadqiqot va amaliy faoliyatni uyg'unlashtirgan holda izchil ish olib bormoqda. Termiz iqtisodiyot va servis universitetida talabalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish hamda ijtimoiy faollikni rag'batlantirishga qaratilgan Talabalar ligasi sport musobaqalari tizimli ravishda tashkil etildi. Talabalar ligasi doirasida 9 ta sport turi bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Jumladan kurash, futbol, voleybol, basketbol, stol tennisi, shaxmat, yengil atletika kabi sport turlari musobaqa dasturiga kiritildi. Mazkur sport turlari talabalar o'rtasida eng ommabop bo'lib, jismoniy chiniqish, chaqqonlik, bardoshlilik va intellektual salohiyatni rivojlantirishga xizmat qildi. Musobaqalar universitet bosqichi hamda fakultet bosqichlari asosida tashkil etilib, har bir bosqichda talabalar keng qatnovda va faol ishtirok etishdi. Fakultetlar kesimida o'tkazilgan bellashuvlar sog'lom raqobat muhitini yaratish, talabalar o'rtasida jamoaviylik, o'zaro hurmat va sport madaniyatini shakllantirishga xizmat qildi. Talabalar ligasi musobaqalarining o'tkazilishi nafaqat jismoniy salomatlikni mustahkamladi, balki talabalar o'rtasida ruhiy farovonlikni oshirish, stressni kamaytirish va ijtimoiy moslashuvni kuchaytirishda ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Sport orqali sog'lom hayot tarzini targ'ib etish universitetning tarbiyaviy faoliyatini muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ldi. Shuningdek, sport turlarini yanada kengaytirish maqsadida boks va taekvondo bo'yicha musobaqalarni ham tashkil etish rejalashtirilmoqda. Ushbu sport turlari talabalar o'rtasida jismoniy chiniqish bilan birga o'zini himoya qilish, intizom va iroda sifatini rivojlantirishda xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Xulosa qilib aytganda, Termiz iqtisodiyot va servis universitetida o'tkazilgan Talabalar ligasi sport musobaqalari SDG3 maqsadlariga mos holda sog'liqni saqlash, jismoniy va ruhiy farovonlikni ta'minlash hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Universitetda sport turlarini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar talaba yoshlarning har tomonlama barkamol shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qilmoqda.